Tinch va bahavo joylardan hovli qidirganlar uchun fayzli hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Nazarbek postdan 6 km kirganda Ittifoq mahallasida joylashgan. Orientirimizda shodli to'yxonasi borda. 5 sotix 6 ta xonadan iborat. Uyimizning tashqarisiga bemalol 3 ta 4 ta mashina qo'ysanglar bo'ladi yoki nimadir qurib yuborsanglar ham bo'ladi. Chunki kadastr bo'yicha, chizmasi bo'yicha mana shu uyga radidan chizmasi chizilgan. O'zini передомовая territoriyasi ham bor. Yon tomonda ko'pchilik bu yoni pistolet joy deb o'ylar ekan, lekin o'rtada ko'cha turibdi. Bemalol zeleoniy zona, mashina uchun joy yoki darvozamizni mana shu yon tomonga ham ko'chirib yuborsanglar bo'ladi. Uyimizning to'g'risida bo'lsa, bu yerda katta bog'i ko'rishingiz mumkin. Bemalol bu bog'dan ham foydalansanglar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga hovlimizni ko'rsatib o'taman. Hovlimizga kirishimiz bilan darvozaxonamizda joylashgan. Aynan mana shu devorimizning orqa tomoni ko'cha bo'lyapti. Bu joy pistolet joy emas. O'zingizlarning xohishingizga qarab proyekt qilib bitta joyidan darvoza ochib yuborsanglar ham bo'ladi. Hovlimizda bo'lsa, binolarimizda shunaqa G obrazniy qurilgan. Binolarimizning tegi to'liq podvaldan iborat. Bu yerda 4 ta xona bor, korobka holatida yangi qurilgan. Bu yerda bo'lsa 2 ta vaqtinchalik shunaqa bino qilingan. Buni ham podvali bor, lekin buni o'zingizlarning xohishingizga qarab buzib tashab yoki yengil ta'mirlab yashasanglar ham bo'ladi. Korobka uyimizni bo'lsa davom ettirib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Hovlimizda mevali va manzarali daraxtlarni ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib zeleoniy zona qilingan hovlimizni bu yoq burchakdan ko'rinishi. Hozir sizlarga mana shu korobka uyimizni xonalarini ko'rsatib o'taman. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda ayvonimiz joylashgan. Aynan mana shu ayvonimiz orqali qolgan xonalarga kirsa bo'ladi. Bu yerda ham bitta spalnyamiz joylashgan. Bu yerda ham bitta katta xona va bu yerda ham bitta kichkinaroq xonamiz joylashgan. Binolarimizni, xonalarimizni tegi to'liq podvaldan iborat. Juda ham bahavo joylar, bemalol kelib ko'rib o'zingizlar guvoh bo'lishingiz mumkin. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa tinch va bahavo joydan hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.